Ancha oldin mana shu rasmni joylagandim. Videosini joylayman deb yodimdan ko'tarilib ketibdi. Oradan ancha vaqt o'tdi. Fanta bilan kola o'rtasida eksperiment o'tkazgan edik. Qanaqa qilib ular bir-biriga bitta idishda turib aralashib ketmayotganligi haqida. Buni mana videodan ko'rib bilib olishingiz mumkin. Avvaliga limonimizni kesib oldik, ikkita idishimizga solib oldik. Keyin limonni ustidan kolani quydik. Keyin limon ustiga chiqib olishini kutib turdik va limon ustidan fantani quydik. Asta-sekinlik bilan bajariladi bu jarayon. Men esa bu yerda videoni biroz tezlashtirganman. Bitta idishimiz kattaroq bo'lgani uchun undagi ranglar biroz xiraroq. Ikkinchi idishimiz kichkina bo'lganligi sababli undagi ranglar aniq ko'rinib turibdi. Endi bularni mazasiga keladigan bo'lsak, kolaligicha, fanta esa fantaligicha qolgan. Sizlar ham albatta sinab ko'ringlar.